Eron-AQSh urushining so'nggisi, Trampning jangi, har ikki tomon ham zarbalar o'tkazar ekan, harbiylar hammani yo'q-sovuq tayyor. Biz ularga biroz qattiq zarba berdik, shuning uchun ba'zi narsalar uchun sabab bor va odatda ba'zida mantiqiy bo'lgan sabab bor, dedi Tramp. Bu dunyoning boshqa qismi, bilasizmi? Men shuni aytmoqchimanki, ot ochishni to'xtatishsiz mo'tadilroq oq otganingizda. Bu Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Arakchi mamlakatning Kuvayt va Bahraynga hujumini o'zini-o'zi mudofaa zarbasi deb himoya qilganidan keyin sodir bo'ldi. Arakchi nashriga yozdiki, Eron kuchlari AQSh kuchlari fuqaro kemalarga hujum qilish va sulhni buzish uchun foydalanadigan obyektlarni nishonga oldi. Qaysi sanksiyalar va urush erisha olmagan, ko'proq urush bilan yutib bo'lmaydi, dedi u. Eronning Kuvayt ism ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina may oyi Rossiyani oyga orqaga surdi. Fransiya 24 muxbiri Mark Owen bilan suhbatda, isidagi Rossiya guruhi rahbari o'rinbosari Kristina Harvard Ukraina sharqidagi olga siljishni sekinlashtirishda muvaffaqiyatli taktik qarshi hujumlar, shuningdek, Rossiya hududida uzoq masofali raketa va dron hujumlarini kuchaytirish muhim rol o'ynaganini aytdi. Tramp ma'muriyati so'nggi kuchli kampaniyasida Kuba prezidentiga qarshi choralar joriy qildi. Gavana bu harakatni darhol qoraladi. Yangi jazoga tortilganlar orasida Raul Castroning yagona o'g'li Alejandro Castro Espin ham bor. U Kuba mudofaa va milliy xavfsizlik komissiyasida maslahatchi bo'lib ishlagan. U Raul Castro 2016 yil mart oyida Gavanada o'sha paytdagi prezident Barak Obama bilan uchrashganida hozir bo'lgan. Sanksiyalar qatoriga Castro Espinning o'g'li Raul Alejandro Castro Calis ham kiritilgan. Bu sanksiyalar prezident Donald Trump yanvar oyida Venesuela rahbari Nicolas Maduro hokimiyatdan chetlatilganidan so'ng Kubaga qarshi harbiy harakatlar bilan tahdid qilgan bir paytda kiritildi. Ma'muriyat, shuningdek, Kubaga yoqilg'i yetkazib berishni keskin cheklab qo'ygan. Zelenskiy yangi ochiq xatida Putinni tinchlik muzokaralariga chaqirdi, asosiy masalalarni yuqoriga hal qiladi. Bu janob Zelenskiy Rossiya 2022 yilda Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishini boshlaganidan beri birinchi marta janob Putinga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qildi. Ukraina rahbarining xabarida AQSh ustuvorliklari o'zgargani e'tirof etilishi ta'kidlanib, Tramp ma'muriyati Ukrainadagi mojaroga to'g'ridan-to'g'ri e'tibor qaratilishiga e'tibor qaratishini kutish noto'g'ri bo'lishini ta'kidladi. Men uchrashuv o'tkazishni taklif qilaman, deb yozgan Zelenskiy. AQSh prezidenti Donald Trump, agar Putin va Zelenskiy uchrashsa, ajoyib bo'lardi, dedi. Ular buni qilishlari kerak, dedi Tramp. Urushni tugatish uchun Putinni qanday yon bosishga undaganligi haqidagi savolga Tramp tafsilotlarni ma'lum qilishdan bosh Ukrainalik Zelenskiy Yevropa ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralar jadvalini aniq belgiga va'da berdi. Fransiya 24 muxbiri Mark Owen Gruziyaning Evroatlantika integratsiyasi sobiq vaziri va Sciences Paris professori Tornike Gorgadze bilan suhbatlashmoqda.